Mana shu qizni mayda bo'laklarga bo'lib, qiynab, uni boshini qaynatgan. 19 yoshli Ayjan Edilova uyga qaytib kelmagan. 2021-yil 19-mart uni oxirgi marta ko'rishgan. Mana shu videoda ko'rishingiz mumkin. U oxirgi marta notanish bola bilan uni uyiga kirib ketgan. Bu bola bilan ular tanishuvlar sayti Baduda tanishgan. Qiz dugonasi bilan yashagan. Qiz uyga kelmaganini bilgan yigiti ota-onasiga xabar bergan va ota-onasi hammasi militsiyaga zaявление yozgani borishgan. Lekin militsiya zaявлениясini qabul qilmaydi, chunki miting bilan band bo'lishadi. Shunda qizni ota-onasi o'zlari qidiruvni boshlaydi. Hamma joyga borib chiqadi, kameralarni tekshirishadi va o'sha oxirgi marta qiz o'tirgan taksi bilan gaplashishadi. Taksist qiz qayerga ketganini va yo'lkirani, taksini kim chaqirganini aytadi, bir bola chaqirgan deb. Va ota-onasi o'sha manzilga borishadi. O'sha manzilga borishganini o'sha u yoqda allaqachon militsiyalar to'planib bo'lgan. U yerdan bitta qonga belangan bolani olib chiqib ketishayotgan bo'lgan. U bola keyinchalik hamma qilgan ishini tan oladi. U qizni uyiga olib kelgan va zo'rlagan. Militsiyaga aytib qo'ymasligi uchun uni o'ldirishga qaror qilgan va tishlarini, barmoqlarini sug'urib olgan. Tanasini mayda bo'laklarga bo'lib, kerakmasini axlatga tashlagan, boshini suvga solib qaynatgan. Shu darajada qaynatgan, boshidan bosh qolmagan, faqat skelet bo'lib qolgan. U bola militsiyalar uni uyga kirganda o'zini o'ldirishga harakat qilgan va srazu "Men uni yemadim, men u qizni yemadim" deb javob bergan. U bolaga в итоге 25 yil qamoq jazosini beradi. Fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Yaxshi jazo bo'ldimi yoki kammi? Agar yana shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga plyus qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.